Yangi O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochildi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yurtimiz tarixida ilk bor jahon chempionati yo'llanmasiga ega chiqdi. Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. Ushbu natija milliy sportimiz solnomasiga oltin harflar bilan bitildi. Do'stlar, orzuyimizga yetdik. 34 yil. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Eng muhim voqealardan biri davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Abu Dabidagi o'yindan so'ng futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolariga qo'ng'iroq qilib, ularni tarixiy yutuq, ilk bor jahon chempionatiga chiqqani bilan samimiy tabrikladi. Mana ko'rdingizmi, sizni ham qo'yqadamingiz bilan bugun tarixiy g'alaba bilan mana shu qadrli farzandlarim o'tiribdi hammasi. Hammasi chetda sizni tabriklashyapti, chunki bu g'alabada sizni hissangiz katta. Biz juda faxrlanyapmiz shunaqa prezidentimiz borligidan. Bunday yorqin natija yurtimizdagi millionlab futbol muxlislari, butun 38 million xalqimiz tika turib 7dan 70 yashab ko'rdi. Yangi O'zbekiston yoshlari nimaga qodir ekanini yana bir marta namoyon etdilar mani farzandlarim. Kecha 6-iyun kuni Toshkent mahalliy aeroportida tarixiy g'alaba qayd etgan futbolchilarni kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Biz ularning hayajonlariga sherik bo'ldik. Futbolchilarimiz barcha yurtdoshlarimizni mazkur tarixiy natija bilan muborakbod etdi. Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqini jahon chempionati va hayot ayyomi bilan tabriklayman. Barcha xalqimizni hayot ayyomi va jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan tabriklayman. Butun O'zbekiston xalqini jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan tabriklayman. Ishonch bildirib, qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat. Futbol muxlislarini chin qalbimdan tabriklayman. O'ylaymanki, bu xo'shaloq bayram. G'alabalarimiz, bayramlarimiz davomli bo'lsin. 10-da hammani kutib qolamiz stadionda. Taniqli sportchi Eldor Shomurodovdan intervyu olganimizda u davlatimiz rahbari bilan telefonda suhbatlashganini alohida ta'kidladi. Sizni tabriklaymiz mana shu tarixiy natija bilan. Rahmat, qahramonlik uchun rahmat bolam. Rahmat kattakon. Juda ham xursand bo'ldik mana shu tabriklarni eshitib, hozirgi unvonlarni eshitib. Boshimiz osmonga yetdi. Rahmat kattakon sizga. Duolaringiz bilan mana shu tarixga erishdik. Welcome to the FIFA World Cup Uzbekistan. Yana bir quvonchli voqea, FIFA prezidenti Gianni Infantino O'zbekistonni ushbu natija bilan tabrikladi. 2026-yilga jahon chempionatiga tarixiy yo'llanmani qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Murosasiz saralash bosqichlaridan keyin sizlar mundialda ishtirok etishga haqli ekanligingizni ko'rsatib qo'ydingiz. Dunyo muxlislari oq bo'rilarni ko'rishni orziqib kutmoqda. Mundialga xush kelibsiz, deydi Infantino. Well done and enjoy your first FIFA World Cup. Shuningdek, kecha 6-iyun kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari va murabbiylaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni e'lon qilindi. Timur, hozir bitta gapni men aytaman, farmonga qo'l qo'yaman. Butun o'zingiz bosh jamoaga O'zbekiston iftixori unvoni beraman. Yangi O'zbekistonga yangi g'alabalar muborak bo'lsin.